Foresta degan nimadan dam olish nimasida. Mana shu hozirgi biz ko'rib turgan narsa Meksika bo'g'ozi deyiladi. Meksika zaliv. Okeanda mana shu 4 ta nima chiqishgan ekan. Zaliv olib chiqishgan ekan. Ular har xil nomlanadi. Ularning ichida kattarog'i mana shu Meksika zaliv ekan. Shu zalivning atrofida 4 ta zalivlar bor. 4 millionga yaqin aholi istiqomat qiladi. Asosan bularda keldi mana turizm juda ham ko'p odam kelib dam olishi juda ham nima deydi. Yozda ayniqsa dam oladigan joylar ko'p bo'ladi. O'shaga o'xshaydi. Okeanda suvidan bu yoqqa olinganligi uchun okeanda suviga nisbatan issiqroq, iliqroq. Hozir shuning uchun odamlar ko'p. Ilgari biz mana Arlanda tomonga borganmiz. Bu okeanda o'zida bo'lganligi uchun suv ancha salqin. Yozda juda bir chiroyli bo'ladi bu yerlarda ham. Keyin to'lqin katta bo'ladi. Mana hozirda to'lqin deyarli yo'q. Sababi suv maydoni kichikligi uchun. O'shani hisoblab hozirgi kunda bu